Bizani pason qiladigan olibta studentlarimiz bor. Hozir mana sovuq kunlar boshlandi. Bizani pason qiladigan olibta studentlarimiz bor. Ya'ni bular ertalab sochini yuvib, tarab, chiroyli bo'lib bormasa o'qishga kirgizmaydi. Biz ko'p ko'ramiz. Mana yaqinda bitta bola keldi. 21 yoshda student ekan. Bitta yuzi qiyshayib qolgan. Sochini yuvib chiqib ketadi. Xo'p, chap tomonlama yuz nevropatiyasi bo'lgan, o'tkir nevropatiya, o'sha nevrit hisobiga bo'lgan. Demak, o'sha qarang, boshini har kuni yuvib chiqib ketar ekan. Deyarli har kuni boshi og'riydi. Yani sovuq kunlarda yuvib chiqqan o'tkir jarayon rivojlangan. Yana bilib olinglar. Baraka topinglar. Sochni yuvish mumkin. Sochni iloji bo'lsa kechqurun yuvish kerak va kamida 2 soat davomida u xona haroratda qurisa juda zo'r natija bo'ladi. Ya'ni to'liq qurigan bo'ladi. Yoki bo'lmasa bomdodga turdingiz, vaqtli turgansiz, yuvib oling. Uyda bilasiz, kamida 2 soat bo'lasiz, yuvib olsangiz bo'ladi. Lekin soch yuvib turib, fen bilan quritdim, bo'ldi, quridimni chiqib ketishi, ayniqsa hozir mana qish fasli yaqinlashib qoldi, sovuq kunlar boshlandi. Bu juda xavfli. Meningit, meningensefalit, o'sha turli xil nevropatiyalarga olib kelishi mumkin. Mana o'sha bolaga ham biz lecheniya boshladik. Chap yuzi to'liq qiyshayib qolgan, yuz nervida nevropatiya holati kuzatilyapti. Aynan soch yuvib chiqqanligi uchun onasi aytayapti. Ko'p soch yuvib chiqadi deb aytayapti. Ko'rdingizmi? Shuning uchun bu mavzuda maslahat berib o'tganman va maslahatimda turaman. Kim amal qilsa inshaalloh natijasi yaxshi bo'ladi. Demak, meni kuzatuvchilarim kuzatayotgan bo'lsa, men asosan oldingi chiqishlarimda uyqu haqida gapirdim. Uyquni to'g'rilash nima uchun muhim? Juda ko'p gap bo'ldi. O'ylash mumkin, faqat uyquni bo'lar ekan. Yo'q, men hozir profilimda bizani xalqimizda 3 ta narsani to'g'rilashga harakat qilmoqchiman. Birinchisi uyqu. Chunki ruhiy kasalliklar, asab kasalliklarining tegida uyqu buzilishi yotadi. Ikkinchisi bu ovqatlanish mavzusi. Ovqatlanishimiz qo'rqinchli darajada yomon. Va uchinchisi bu harakat mavzusi. Harakatimiz juda kam.